qadimki shonliq, jazbidor, sehri go'zalligi to'lgan, mo'l milliy madaniyat san'at boyligiga to'yingan eli diyoridagi Xushnavo Uyg'ur xalqi to'xtovsiz izlanish, ijodiy ilgirlash davomida Uyg'ur 12 muqomining eli variantini shakllantirgan. Uning yiltizi bu zamin tarixida bir mezgil yashab o'tgan ulug'larga, eli shivisini o'zlashgan janubiy, sharqiy rayonlardan kelgan qadimiy ham yerlik kuylarga tutishidir. Kuy qurilmasining san'atlik tizilishi, sadosining yiqimliq, mardona, yirik chiqadigan yerlik xosligi, shundaqli uning bir qism kuylarini ana muqam tabiiy qo'yniga olgan. Asosiy melodiya o'rtaqligi va nozik farq ham amaliy ishlatilishlarga ega yuqori san'at kuchi orqali ana muqamning bir butunligiga singib ketgan. Eli varianti Uyg'ur 12 muqomining birdan-bir nusxalangan Uyg'ur xalqining madaniyat san'at hayotining adabiyat san'at tili bilan yo'ritilgan ruhiyat qasri ma'naviyat bo'stonidir. Shundaqla san'atlik obrazining davr xosiyatida saltanatlik namoyon bo'lishidir. Uning nopozliq o'rnini Uyg'ur xalqi va uning ichidan chiqqan dangdorma barpo qilgan. İlgiri o'tgan Abu Nasr Farabi, Yusuf Hojib, Yusuf Sakkoki, Saidiya xandonligining sultoni Abdurishxonlar va keyingilarning izbisib ijodiy varislik qilishi orqali Uyg'ur naqshi musiqa san'atining xos o'zgarchiligi davomchanligi ega bo'lgan. Muhammad Molla, Qarushan Aqinim, Turdaxun Ak qatorliqlar uning ravoji uchun o'chmas to'p qo'shgan. Jumladan Uyg'ur 12 muqomi ili variantining buguni uchun yurak qenini sarf qilgan Molla Abla, Hasan Tambur, Jami Aka, Ro'zi Tambur, Abduvali Jarullayev, Ablaxon Kipak, Zikri Alfatta, Hüsencan Jami, Musajan Ro'zi, Abdukim Abdullah, G'iyosiddin Barat va boshqalarning to'hfasini mu alohida tilga ilish bilan faxrlanamiz. Bu bizning 12 muqomning eli varianti. 12 muqom g'olga egishib taraqqiyotimizni, madaniyatimizni dunyoga tanıtdı. Muqomning eli varianti xalqimizning madaniyat qal'asi, ma'naviyat bo'stonidir. Uyg'ur madaniyat san'ati texmi gullab yashnasin, xalqaroga, dunyoga yuzlansin. Memleketlik siyasi kengashining sobiq ma'mur raisi Abdat Abdurishning yaqindan ko'ngil bo'lishi, madaniyat nazorati, Eli Qozoq avtonom oblastining qo'llashi, G'o'lji nahiyalik partkom shujisi Jang Jishin, xalq hukumatining hokimi Abduqayyim Turdaxun va munosabatlik o'rinlarning to'liq kafolatiga ega qilishi bilan Uyg'ur 12 muqomi il varianti ilgirki ratlanish asosida tunji navbatlik nashrga tayyorlandi. Bu japolik ahamiyatli xizmatda alohida kuch chiqargan o'rin shaxsiylarga, qarindosh nahiya, shahar ham G'o'lji nahiya rahbarlariga alohida rahmat aytamiz. Uyg'ur 12 muqomi ili variantining nashr qilinishi eli xalqining emas, balki butkul Shinjong xalqining hayotidagi yana bir zo'r ish. Uning hayoti kuchi, navbatdagi ilmiy taraqqiyot qarishi va zamonaviy madaniyatning yetakchi qilish strategiyasi amaliyotida yangi yuzlanish bilan Uyg'ur naqshi musiqa san'atining bahorini yanamo javlon qilg'isi. Buva, nima xiyol qilyapsiz? Buva, nima xiyol qilyapsiz?
O'tgan kunlarni, ulfat bo'lgan do'stlarni, aytgan naqshi muqomlarni xiyol qilyapman qo'zi. Undaq bo'lsa bizga muqam aytib bering buva. Yo'q, bizga cho'chak aytib bersin. Ballarim, men muqam bilginim bilan bizning muqam ustozlardek aytolmayman. Shunga sizlarga un olg'i aytib bersin. Qandaq? Bo'ladi. Buva, muqam aytayotgan senmi? Yo'q, o'g'lim. Amsi kim o? Mana mushu tuproqda o'sgan 20-asrda yashagan muqam ustozi, san'at peshvosi Ro'zi Tanbur bovanglar bo'ladi. U insoniyatning g'ayri madaniyat merosi bo'lgan 12 muqamni bugunga yetkazgan yetuk muqam ustozi Qashqardagi Turdaxun bovanglardek, Ro'zi Tanbur bovanglarmi 12 muqamning ili variantini bugunga epkagan. U buvayni sen ko'rganmi buva? Ko'rgan, bir so'rinda o'ltirib muqamlarni og'lagan. Bak katta odam edi qo'zilarim. Buva, mushundoq muqam o'qiydigan dadashlar yana bormi? Ballarim. Qurbonjon Umar. Qurbonjon Umar? Yana zikr albatta. Abduveli Jarullah yo'q. Oblikim Abdullah. Husanjon Jami. G'iyoziddin Barat qatorliq marhumlarni hurmat bilan sig'inamiz. Mana hozir bo'lsa muqam varisi Abdul Shokir, Osmonjon Ibrohim, Tilvoldi Muhammad, Komiljon Hushur, Hurriyat Nur Muhammad, Fatima Hashim, Ro'za Taran, Ro'za Abduvali, Mavlon Eli, Yolqin Yaqub, Shamshiddin Mijid, Abduxalil Ro'zi, Turg'on Turdi, Nurahmat Yezin, Anvar Abdukerim, Abdurahimjon qatorliqlar iz besib kelmoqda. Amsa bizga Ro'zi Tanbur haqida hikoya aytib bergina buva. Undaq bo'lsa, men sizlarga Ro'zi Tanbur bovanglar aytib bergan 'O'tinchi-bovoy degan cho'chakni so'zlab beray. Burunning burunisida mana shu o'ltirgan yala ko'z yetkisiz o'rmonlar ekan. Mana shu yerdan xeyli yiroqlikda Mahmud ismli bir bovoy o'tinchilik qilib kun kechirdi ekan. U daraxtlarni o'z qarindishidek ko'rgashga qurib ketgan shox-shumbulardan boshqa daraxtlarga hargiz palto urmaydi ekan. Daraxtlar podshohligimi bovoyning bu ishidan qattiq ta'sirlanib, uni zodida o'tinsiz qaytarmaydi ekan. Ana shunday kunlarning birida bovoy qurigan o'tin izlab o'rmonlikqa ishkirlab kirib ketib yo'ldan adishib qoldi. U menga ömürde ko'rmagan bakli yo'g'on bir üzümü darg'ining oldiga kelib to'xtabdi. Üzüm darg'i nimandoq yo'g'on. Necha yil o'tinchilik qilib zodini ko'rmabdi ekanlar. Buningda necha bazo akirsammi tugamaydigan o'tim bor ekan. Şunun bilan bovoy eshigidan tushib, paltisini qo'liga ilib, eliqi yo'g'on üzüm darqining qurigan bir shexiga palti urg'in ekan. Eliqi üzüm darqi "To'xta, ey o'tunchi!" deb so'zlabdi. Bovoy bu ovozni anglab, hushidan ketgili tasli qopdi. Tova. Bu yerda gap qilayotgan zodi kimdir? Ay o'tunchi, men sana ziyon yetkazmayman. Mendan qo'rqma. Men sening bovangning bovisining bovisi tutgan ko'cha. Seni bovamning bovisining bovisi tutganmi? Ayni vaqtda bovang meni yaxshilik uchun tutgan edi. Men ajdodlarimning orzusini yarda qo'ydim. Men oq uzmi darixi.
Mening mevamni odamlar yesa, badani kuchlanib, har xil kasallarga shifo bo'ladi. Men yil bo'yi jonivorlarni boqaman, ularni qo'g'dayman. Mening yo'pirmiqim peri qo'rtining o'zi. O men orqali dunyoga tangliq yepakni ishlab chiqaradi. Ya'ni meningdan do'tar, tambur, sator yasaydi. İnsanlardan çıkan Kadirxon, Omonnisoxon, Abdureshidxon, Turdaxon, Ro'zi tamburlarmi mening ajdodlarimdan yasalgan soz qurollarni chelib, 12 muqomni ijod qilgan. Mushu alohidalikim bilan mana men hozir daraxt podshohi bo'ldim. Endi sana bir yaxshilik qilg'im bor. Menga nima deb yaxshilik qilsa? Sen mushu kamgacha o'tinchilik bilan shukr qilib, halol yashab kelding. Shunga buningdan keyingi umringda seni jafo tortmay yashsa deyman. Rahmat, daraxt podshohi. Rahmat. Beshingni ko'ta bo'voy. Oy, bu dasturxonkan bu. Rahmat, daraxt podshohi. Alomat ish bo'ldi bu. Bu dasturxonni ating sesini saqlab bəslə. Hərgiz 3 yil dasturxanim deb sanmasılar. At yo'lga chiqqanda sizdan elib olay. Shuningda xotirjam bo'laman deb uxlab qopdi. Makkar savdogar bu fursatdan foydalanib, xotin ikkisi "İchil dasturxanim" deb degan. Dasturxon ichilib, xilma-xil ne'matlar hozir bo'ldi. Poh, u Rasulbek isil dasturxonkan. Shundaq dasturxondan birsi bo'lgan bo'lsa, ha? Dasturxonning xislatini ko'rgan savdogarning ko'ngliga jin kirib, atsi mangar chog'da o'tinchiga shunga o'xshash dasturxondan birini berib, eliq dasturxonni o'zi ilib olibdi. O'tinchi maliga berib, qo'lim qo'shna jamoatni yig'ib, dasturxonning xislatini ko'ztiman deb satlashibdi. U bu nomusga chidamay, eliq daraxtning yeniga arz hol etib, yana beribdi. Bu qatim daraxt uning xilma-xil taom chiqadigan qozon sovuq qildi. Biroq eliq makkar savdogar o'tinchini qo'ndirib, unimi almashtirib olib, o'tinchini mahalla jamoat oldida yana bir qatim kulkiga qo'yibdi. Hey daraxt, men sana zodi nima qildim? Meni el mahalla oldida 2 qatim yolg'onchi qilding. Qayrg'anda bu menga nima satchilik? Günah özümde ak gönül oturchi. Endi sana öz bağrımdan yasalgan bir tambur soğuk kılaman. Hem bu ahirki soğuğan bulup kalıdı. Beşini köte. Onu nimi kılaman? Ben ya saz çalanmısam? Bu tamburning xislati shuki, uningga sayra tamburim sayra deb nido qilsam, o ang usti muqam ustisining siyoqida paydo bo'lib yangraydi. Uningdan jarangliq, mungluq, jo'shqin ili muqamini anglagan har qanday toshyurak odamning yuragi eriydi. Askilik qiladiganlar yaxshilik qilishga oldiraydi. O cemi yurtqa inoqlik elib keladi. Rahmat daraxt shohi. Bu dal bizda kam narsa edi. Emasma yo'limga mangay. Xo'sh, o'tinchi bovoy. O kim o? Voy brother. Kim o bu yarim kechada odamni uxlatmay? Assalomu alaykum. Mana men. Voy bu yarim kechada yana sizlar keldik o. Bu kechida men yana ezib kelib qoldim. Shundoqmi? Ha, qani. Ha, ichga kirdi. Uy kirdi. Ha, qani kirsa. Rahmat. Ha, ichga kirdi. Uy kirdi. Qarang brother. Bu tamburimni saqlab bering.
uyquning tatliqligida o'g'ri yolg'on ip ketmasin yana. Voy, buni men nima qilaman? Men yo chalolmasam, bo'ldi o'zingizda tursin. Bu tambirning xosiyati zo'r. Ha. Hargiz tambirni Ha, sayrang shundoqmi? tambirim sayra deb Ha, sanmaysiz. shundoqmi? Ha, xotirjam bo'lsizlar taqsir. Sizlar ishga kirib aram ilayversizlar. Buni men saqlab beray, ha. Voy. Rost. Bu yilqi dostixondek, yilqi qozondek xosiyatli bir narsa bo'lib qolmasin yana. Shundoq qilay. Buni men obdan saqlab beray. Bu qeri nima ep kepti? Buni akapti buni. Buni nima qilasiz? Buni nima qilsa deysan-ku? Buning cho'qim yilqi dostixon qozonlardek cho'qim bir xislati bor. Rost, u qeri boy nima degandi? Ha, sayro tamburim sayro degandi. Ya Allah! Nima Xudoyim, karomat tavba. bu? Tavba qildim Xudoyim. Tavba qildim Xudoyim. Bu nima karomat? Voy tova! Nima dedim? Tavba qildim. Ani